Bugun uyda o'zim tayyorlagan, suvi to'liq sizdirilgan mana shu mayingina tvorogdan og'izda eriydigan pirog pishiramiz. Sariyog', shakar va tuzni mikserda aylantirib olamiz. Tvorogni solib, yana mikserda ko'pirtiramiz. Navbat tuxumlarga. 4 ta tuxumni birdaniga emas, aynan bittalab solamiz va har biridan keyin massani mikserda yaxshilab urib yuboramiz. Shunda xamirimiz bir xilda tekis chiqadi. Endi apelsin sidrasi solib aralashtiramiz. Unni elab, razrxitsel ham solib, lopatka yordamida yaxshilab bir xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz. 26 santimetrli qolipimiz tagiga pergament yoyib, chetlarini yog'lab, massamizni solamiz. Qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 50 daqiqada tayyor bo'ladi. Uyda saharni pudra qolmaganda mana shunday layfhakdan albatta foydalaning. Mana pirogimiz yumshoqqina bo'lib, qizarib tayyor bo'ldi. Tabiiy mahsulotlardan retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.